Öz vaqtida motorni Minko'ga beraman degan. Hozir nimishqa tortib mangitdan qo'yamda? Izundadim degan. Pulga yarg'idek narsa bo'lsa ilib mangayli, tatinga, ilib manga. Qo'yamda hargiz bermayman qasinga. Tatinga jang bormi ya? Tatinga degancha agar qo'yangni bermasang, qalangni ilib mangamiz. Uyingda nim bo'lsin ilib mangamiz. Bu yalan ish. Qo'yamda qasinga berishmayman men. Qo'yamni qo'yib turing. Kiroq tatinga. Tatinga. Qo'yamni qo'yib turing. Qo'yamni da. Kolana tat. Ay, nimeden akarsın la? Kimsen o'zing? Bizcha motor shirkatidan. Minko'ga motor beraman debdi. Motorni Minko'ga olsam 3 oydan keyin qo'yamni deb ketaman deb ketdi bu da. Ma'lum bizning shirkatdan motor olgan. Endi deyotganni bermayman deydi. Ha, buldum. Akarsın kunda şu doyunda Minko'ga motor satmaz, konus Minko'ga alamaz deb davran sagan lobenli şuğa akçan. Ha. Sizlar bazı gitmeye müştihhanlık ağan şundan bana toxtattım. Ben saçkan tıldım qılaya cuman. Vay. Ha, atmasla. Ha, koyun şey ekirim ha. Ha bu bir ay şu ağam neymiş oldu ha? Minko'ga motor beramiz debdi qarang. Minko'ga motorni ilib chiqqan. 3 oy bo'lganda kepti. Lekin to'lamabsa deb. Biz diqqatga bilmagandikan qo'lni bosib emas. Endi qo'pab lekin to'lamabsa deydi. Biz bu teşvikatni bizmi ko'ryapmiz. Endi bu şu zaten Minko'ga berdikma rostimiz dağda rostga kelib turibdi. Minko'ga motor bergan şu biz dadkimiz yok motor işletgan zavodda. Lekin men tavsiyalarim endi bu 4-5 ming ko'ylak, 2-3 ming ko'ylak bir dekan qilmasanglar bo'ldi. Uning ustiga motorni olgani 3 oy bo'ldi. Hozir 10 qitim berib qoldim remontxonaga. Motor asonida ishonchlik, markalik yerlik motorni olmamizlar. Nadiki kuzubini bir yerdan ekangan, dempani bir yerdan ekangan, jazm bir yerga qo'rashda olgan motorni azambatni deb bersa, endi ish va. Birinchidan 8 oy qimmatga sotuvda 120 ming o'simi chiqdi. 4-5 ming ko'ylak motorni bir dekan qilmaydi qarindishim. Sizlar biz baba malda pulga yuyishtirib hajlaymiz. Bu ishonchlik motor olmoqchi bo'lsangiz men izdimayman deyman. Shunda ishonchlik motor sotgan bormi ha? Voy bodayma, mulozimda umrvat haqsiz. Men bu motordan zerikib turgan danglar. Sizlar degan yerda motordan birlenib kelmaymizmi? Anlayapsan? Aras yenilikda pul bormi ya? Vay, eski chopandan ichida odam bor deyman. Pul bor menda. Jirmalaymisan. Jiron. Ha, rost. Ha? Asl degan yerdagi motormi, ma motordek buzilib qolmas. Sizlar buzilib qolmasanglar, biz olmoqchi bo'lgan motor qattiq buzilmaydi. Manglar. Mehmet Akan, ha motor yordimi? Ha yerda mush motorlar o'tqachda qip-qizil motor ekan bu. Mushi bo'lam ekan. Ha mush bo'lgan bek chiroyli ekan mana. Ko'rang. Shunda birimizmi? Yadiniki techi deymiz buna. O'zim na sifat. Bu motor alayli qanday ekan? O'tan sotib olgandan keyin demponi 2 yillik sifatga palti va undan sit ma konstitutsiya mosdan 1 yil sifatga palti va. Onun bilekken ama madasniki 3 yıl sifatga palti va. Bizniki shu 700 bozorda, yani Qaqliq naysniki
Her kaç tarmak dükkanlarımız var. Tasadifi bunu motorun silipten bir mesele olup kapkası şu mülazimetimiz bir ömür haksız. Mana mülazimet degan. Ma gap kulağı bek hoş yaptı dana. Ha? Endi bir 3 aydan keyin ay kalını söylep mağdıraya çıkmaz bir yerden. Yok undan şu olmaydı. Bundan ki 2-3 ming ko'ylab bijimine deken qilmang. Kimje daimon tushmangsizmi? Futingizmi? Ma'qul, ma'qul. Motorga nima işte bir rahmat qo'yadin, olamas, ikki chaqis qo'yadin. Tatıma shuni oldik. Mana, olamizmi shuni? Osmondan poshkal yog'maydi. Mingga motor vermaydi. Shundami ya? He, shundayken. Ha. Ha rost. Va do'konning o'rnini demabdimiz. Ama men kelitkilarga tavsiya qilaman. He rost. Ma do'konning adresi Qağılıb May Keşkvezan Ududiki Yadi Toksikil setiş o'rni. Telefon numeri çoğun. Evet, telefon numeri 137 79 730 339. Motorun edip gitti mağla. Ha, mağla.